Bilasizmi? Ona bo'lish juda ham qiyin ekan. Ayol bo'lish, opa-singil bo'lish yoki turmush o'rtoq bo'lish juda ham oson. Ayol bo'lib har bir dardingni ichingga yuta olasan. Opa-singil bo'lib dardkash, suyanchiq bo'la olasan. Turmush o'rtoq bo'lib turmush o'rtog'ingni har xilligiga, har odatiga ko'nika olasan. Lekin ona bo'lganingdan keyin farzandlaringni fe'l-atvoriga, uni qarashlariga, xohish-istaklariga bir xilda javob qaytara olmas ekansan. Birining muomalasi biriga, birining fe'l-atvori ikkinchisiga to'g'ri kelmas ekan. Sen onasan. Har biriga o'ziga yarasha bo'lib javob qaytara olishing kerak. Onalar shunaqa, farzandlar siqilsa siqiladi. Joni og'risa ming karra ortiqroq joni og'riydi. Lekin buni farzandlar qachon anglab yetadi? Ona bo'lish degani har narsaga chidash degani emas, bolalarim. Ona bo'lish degani har qanday yukni ko'tara oladi degani emas. Qarang, sochimdagi oqlarni. Bular nimadan tushgan? Ezilishdan, siqilishdan, biringizni ko'nglingizni ololmay qolsam o'ylanishdan. Yo'lingizni yo'qotib qo'ysangiz afsuslanishdan. Ana shulardan sochlarim oqarib ketdi. Yuzimdagi ajinlarchi? Ularni hech sanaganmisiz? Ularga hech e'tibor berganmisiz? Onalar ham xohlaydi tinch, xotirjam hayot kechirishni. Onalar ham xuddi sizday yashay oladi. Onalarga ham butun umrlik hayot berilmagan. Ular ham mana shu siz yashayotgan 5 kunlik dunyoda yashashadi. Ba'zan farzandlarimning xarxashalaridan dod degim kelardi. Lekin katta bo'lgan sari ularning muammolari ham katta bo'lar ekan. Ona bo'lib shuncha farzandni tushunasan-u, lekin nima uchun farzandlar onani ozgina tushunmaydi? Yumshoq gapirganim, u sizlardan qo'rqqanim emas, bolalarim. Dilingizni og'ritib qo'yishdan qo'rqqanim. Nima uchun biz ota-onalarni dilini og'ritib indamay xotirjam yuraverasiz? Bizning aybimizmi? Sizlarni dunyoga keltirganimizmi? Oq yuvib tarab hech kimdan kam bo'lmasin deb harakat qilganimizmi? Nima? Ayting. Ayting, qayerda xato qildigi to'g'rilashimiz kerak. Mayli, kichkina jussangizga, kichkina yoshingizga aql o'rgating. Mayli, quloq solamiz. Mayli, ozgina bo'lsa ham dars olamiz. Lekin qadrimizni yer bilan bitta qilmang, og'ir botarkan. Mayli, kaftingizda, yelkangizda, boshingizda ko'tarmang, lekin ko'nglimizni ko'tarishni o'rganing. Mayli, Toj Mahallar qurib bermang. Mayli, qasr-u saroylarga olib yashatmang. Mayli, bizni har kuni nimadir bilan sevintirmang. Lekin ko'nglimizni ham o'ksitmang, iltimos sizdan. Onalar kechiraveradi, kechiraveradi. Lekin ana shu kechirishlarning ham oxiri bor-ku. Sizdan iltimos, bolalarim. Hech bo'lmasa ozgina yaxshi ko'ring. Yaxshi ko'rgan insoningizga ozor berishdan, ranjitishdan qo'rqasiz-ku. Ana shular qatoriga onangizni ham qo'shib qo'ying. Sizdan iltimos qilaman. Talab qilmayman, faqat iltimos qilaman. Qolgan umrimni zavq va shavqqa bezab bering shirin gapingiz bilan. Qolgan umrimni go'zal qilib bering go'zal odatingiz bilan. Sizdan boshqa narsa so'ramayman. Qornim bir burda nonga to'yadi, bolam. Ko'nglim lekin mehrga to'ymasa nima qilay? Sizga ko'rsatgan mehrimni qaytaring demayman. Lekin chin ko'ngildan, samimiyatdan farzandim bo'lganingiz uchun yashaganimning haqqi, hurmati, shuncha umrimning ketgani haqqi, hurmati. Birozgina yaxshi ko'ring. Ana shunda hayot bizga boshqacha bo'ladi. Mayli hech bo'lmaganda tilingizda
meni dunyolarga aylantiring. Mayli, niyat qildim deb menga go'zal tilaklar bildirib hayotimni mazmunga to'ldiring. Boshqa hech narsa so'ramayman. Lekin hech qayerda onangizni beqadr qilib qo'ymang. O'zingiz emas, siz yaqinim deb bilgan atrofingizdagilar uchun ham onangizni beqadr qilib qo'ymang. Bolajonim, bolalarim, qiz o'g'illarim, har bitta ota-ona farzand tarbiya qilar ekan go'zal orzular bilan, go'zal niyatlar bilan yashaydi. Ana shu go'zal niyatlarini farzandida ko'rgisi keladi. Ana shu shirin orzularini birga amalga oshirishni xohlaydi. Lekin aksi bo'lsa alam qilar ekan. Hamisha ardog'imizda bo'lgansiz. Bizni ham qadrlang. Hamisha avaylab asraganmiz. Bizni ham ehtiyot qiling. Yana qaytarib aytaman. Bu talab emas, iltimos. Ba'zan urushgan bo'lsak yaxshi bo'ling, hayotda qoqilmang, biz qilgan xatolarni qilib qo'ymang deb urushganmiz. Hayotingiz go'zal bo'lsin, tinch bo'lsin deb harakat qilganmiz. Sizlar ham shuning 10dan biriga harakat qiling. Sizlar ham salgina bizlarni ehtiyot qiling. 5 kunlik dunyodan g'am tashvish bilan o'tishimizga yo'l qo'ymang. Roziligimni olish uchun sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi. Dilimizni og'ritmang. Kesatmang, do'q urmang, zarda qilmang. Ana o'shanda farzandlik burchingizni oqlagan bo'lasiz. To'g'ri qaror qabul qilishni o'rganing. To'g'ri so'zlashni o'rganing. Qayerda hurmat qilish kerak, qayerda gapirish kerak, qayerda aql o'rgatish kerak, har bir narsani yoshligingizdan o'rgatganmiz-ku. Ana shularga amal qiling. Ranjitdingizmi? Kechirim so'rashga og'rinmang. Kechirim so'rashni o'rganing, uddalang. Oilangiz tinch bo'lsa, biz halovat topamiz. Agar oilangizdan urush janjal bo'lsa, sizdan ko'ra biz ko'proq besaranjom bo'lamiz. Buni qachon anglab yetasiz? Yoshligingizda shirin narsalar yediribmiz-u, shirin narsalar yedirgan insonni qadr qilishni o'rgatmadikmi? Yoki tarbiyani noto'g'ri berdikmi? Siz atrofdan qaraganlar, tashqaridan kuzatganlar uchun yaxshi bo'lmang, siz biz uchun yaxshi bo'ling. Havas qilsa arzigulik amallaringiz kimlar uchundir bo'lmasin, o'zimiz uchun bo'lsin. Bizning tog'dek sabrimiz bor, bolam. Ko'tara olamiz. Bizning bardoshimiz har narsaga yetadi, uddalay olamiz. Lekin nima qilaylik? Onalar farzandidan mehr kutarkan. Farzandini xato qilib qo'yishini hazm qila olmas ekan. Bolam, alamdan yig'latma. Bolam, hasratda qoldirma. To'kilgan ko'z yoshlarimiz alamli bo'lmasin, qayg'uli bo'lmasin. Quvonch ko'z yoshlarini ham bera ol, bolam.